Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. 4-qism. Qur'onni doim takror qilish va uni unutmaslik. An Abi Musa radhiyallohu anhu ani nabiy sallallohu alayhi va sallam qala: "Ta'ahadu hadha al-Qur'an. فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في أقلها." Abu Musa radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Bu Qur'onni doim takror qilib turing. Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Qur'onning zehndan chiqib ketishi bog'langan tuyaning arqonidan qutulib qochishidan ko'ra tezroqdir. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyati. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. Ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Sohibi Qur'on misoli bog'langan tuyasi bor kishiga o'xshaydi. Tuya sohibi uning arqonini nazorat qilib kuzatib tursa, qo'lida tutadi. Agar unga e'tibor bermay qo'ysa, qochib ketadi. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyati. Sohibi Qur'on deganda Qur'onga qarab o'quvchi ham, uni yoddan o'quvchi kishi ham tushuniladi. Shu holda davomiy bo'lgan kishining tili Qur'onga yengil bo'lib, tilovat qilishi oson kechadi. Biroq tashlab qo'yadigan bo'lsa, qiroat qilish astalik bilan qiyinlasha boshlaydi va natijada o'qiy olmay qoladi. An Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Menga ummatim amallarining ajru mukofotlari ko'rsatildi. Hatto masjidda tushgan gardni tozalab qo'ygan insonning ajri ham. Shuningdek, menga ummatimning gunohlari ham ko'rsatildi. Unda bandaning o'ziga ne'mat o'laroq berilgan sura yoki oyatni unutishdan ko'ra kattaroq bir gunoh ko'rmadim. Abu Dovud va Imom Termiziy rivoyati. Bu qadar og'ir sanalishi sababi inson aksar hollarda yodlagan suralarini yo bekorchilik yoki ortiqcha ishlar sabab yoxud bepisandlik va bee'tiborligi bois esdan chiqaradi. Shu sababli Allohning kalomidan yuz o'girgani uchun bandaning Robbi huzuridagi gunohi og'irlashib ketadi. Hadisda o'zi yod olgan emas, balki unga ne'mat o'laroq berilgan deyilganining o'zi buning buyuk va qadri oliy ne'mat ekaniga dalolat qiladi. Demak, Qur'onni yoddan chiqishi katta hasrat ekan. Ummatimdan xato va unutib qilingan ishlar ko'tarildi degan hadis bu hadisga muoriz bo'lmaydi. Chunki bu yerdagi hadisda yod olgan oyatlarini takrorlashda bardavom bo'lmay, sovuqqonlik qilingani nazarda tutilgan. An Sa'd ibn Ubodah radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qala: Ma min rajulin yata'allamu al-Qur'ana thumma yansahu illa laqiya Allah yawm al-qiyamati wa huwa ajzamu. Sa'd ibn Ubodah radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganlarini rivoyat qilganlar: Kim Qur'onni yodlab keyin unutsa,
qiyomat kuni mahov bo'lgan holatda Alloh taoloning huzuriga chiqadi. Kishi Qur'on oyatining ma'nosi yodida bo'lib va unga amal qilgan holda bo'lsa, bu va'idning ostiga kirmaydi. Chunki inson hayotida turli og'ir holatlar sodir bo'ladi. Qarilik yetadi va shu sabab ko'pgina narsalar yodidan chiqib qoladi. Biroq halol haromga amal qilishda bardavom qolgan va vojiblarni qoyim qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu holatda Alloh taolo uni hech itob qilmaydi. Yana Alloh o'zi biluvchidir. Va sallallohu ta'ala ala xayri xulqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.